Qozog'istonning Qayrat jamoasi Yevropa Chempionlar Ligasida qancha pul ishlab topadi? Keling, hozir shuni hisoblab ko'ramiz. Jamoa liga bosqichiga yo'llanma qo'lga kiritgach 19 million yevro qariyb pul ishlab oldim. Ya'ni UEFA shu bosqichga yo'llanma qo'lga kiritgan barcha jamoaga bazaviy miqdorda eng kamida shuncha pul o'tkazib beradi. Bundan tashqari har bir g'alaba uchun 2 million yevro ko'zda tutilgan. Real Madridga qarshi uchrashuv, Qayrat hali birinchi turda g'alaba qozongani yo'q va Olmaotadagi o'yinda g'alaba bo'larmikin? Qiziq izohlarda fikringizni yozing. Albatta bu juda qiyin, hammamiz shuni turibmiz. Lekin durang uchun ham 0.7 million yevro berilishi ko'zda tutilgan. Balki kim biladi deysiz, xullas. Ko'ramiz, kuzatamiz. Bundan tashqari chipta sotuvi, ya'ni 400 mingga yaqin inson mana shu 23 ming tomoshabin ketadigan stadiondan turib, Olmaotadagi o'yingohdan turib, Realga qarshi o'yinni ko'rish uchun ariza qoldirgan onlayn ravishda narx tabiiy ko'tarilgan chiptalarga 30 ming tengadan 250 ming tenge oralig'ida sotilgan. 1 tenga o'zi necha so'm? Bu so'mda qancha bo'ladi men bilmayman. Bilganlar bo'lsa yozib qoldirsin. Tabiiyki o'yin kuni savdolari bor, merch, har xil elementlar, savdo nuqtalaridagi tushumlarning hammasi klubga borib tushadi. Qayrat har tomonlama yutdi deyishimiz mumkin va qiymatga chaqadigan bo'lsak, naqdi 22-25 million yevro. Yevropa Chempionlar Ligasidagi ishtirokning qiymati shuncha. Bu eng kamida minimum shunaqa bo'lyapti. Butun 8 ta o'yinni o'tkazib, agar u yerda 2 ta g'alaba qayd etib, bir necha durang qo'lga kiritsa ham jamoa. Demak, bu uchrashuv 30-sentyabr kuni oqshom 21:45 da boshlanadi va bu uchrashuvni siz Zo'r TV efirida Kinopoisk orqali ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Tavsiya qilaman, chunki Yandex Plus obunasida siz Chempionlar Ligasi va UFC janglarini bevosita kuzatishingiz mumkin bo'lsa, Yandex Multi obunasida top 5 chempionat o'yinlarini bir vaqtingizda maza qilib zavq bilan tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu eng zo'r yo'l nazarimda. Darvoqe, Olmaotaga o'yinni stadiondan ko'rish uchun borayotganlar bormi?